Hammaga Avstraliyadan assalomu alaykum. Sidneydaman, bir kun bo'ldi kelganimga va sizlarga bugun turist viza bilan bank ochishni ko'rsatmoqchiman. Men HSBC bankdan ochdim va yana Avstraliyada Commonwealth bank bor. O'sha yaxshi banklardan. Mana bu bank, xullas birinchi o'rinda kelganda bank ochish kerak. Shart bu. Savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib tez ochishim mumkin. Boshqa men o'zim ochgan, o'zimni misolimda gapiraman. Men ochdim. Shu bankka bordim. Xullas, mana kartasini ham keldi. Pochta orqali bitta adres topasiz. Adresga kartangizni yuborishadi. Va siz bu kartani aktivatsiya qilishingiz kerak. Shundan keyin tayyor ishlatishga. Qo'limda telefon bo'lgani uchun xatda olish qiyin bo'ldi. Xullas, karta kelgan mana bu shaklda. HSBC bank Visa kart bo'ladi. Let's get activate qilasiz va tayyor ishlatishga. Xullas, shunaqa gaplar. Kichkina blog. Agar yordam beradigan bo'lsa, xursandman. Buni tanishlarga yuborishlar mumkin.